Xorazmdagi eng güçlü UZS'larni bir joyga yig'lab, ona qarnidagi homilani miyasindagi qon aylanishini tekshirib beradigan Ultraveda klinikasi Xorazmda ikkinchi marta yana yangilik qildi. Endi homiladagi o'zgarishlarni tekshirish uchun o'tkaziladigan neft analizi Ultraveda klinikasining o'zida o'tkaziladi. Toshkentda borishimiz shart emas. Bu qon analizi butun dunyoda majburiy o'tkaziladi, chunki hozirgi kunda 200 dan ziyod xromosom kasalliklar va ular ichida Down sindromi ayni O'zbekistonda dum ko'p uchrab turibdi. Yosh tug'ilgan xotin-qizlarda, yo bo'lmasa 35 yoshdan oshgan xotin-qizlar homiladorlikda aynan ko'pincha shu kasallikka analiz topshirish uchun avval Toshkentga boradilar. Hozir endi Ultraveda klinikasidan kelasiz, birgina analizda 200 dan ortiq kasalliklar bor yo'qini sizlarga tekshirib beradilar. Bu analiz nechun kerak? Xotin-qizlarimiz o'zingizni, farzandingizni UZ'da chiqmaydigan kasalliklarni bilib olishingiz uchun kerak. Gulnor aka UZSlarning ustozisiz. Yaqinda bizda shunday holat bo'ldi. 3 bola sog'lom, ona sog'lom, ota sog'lom. Qarindashimning yoshi 35 da. 4-bolada Down kasalligi aniqlandi. Tug'ilgandan keyin lekin UZ'da umuman bilmaganlar. Shunday holat bo'lishi mumkinmi? Bunday holat bo'lishi mumkin. Sababi bu Down kasalligi xromosom nuqsoni hisoblanadi. Odamning genetikasida tuzilishida 23 juft xromosoma bo'ladi, ya'ni 46 dona. Down kasalligida shu xromosom naborini bittasida 3 dona nuqson bo'lishi hisoblanib, bu yerda kasallik kelib chiqadi. Xromosom nuqsonlarning barchasi ular tug'ma aqliy zaiflikka olib keladigan kasalliklar hisoblanadi. Down kasalligini ultratovushdagi belgilari agar yaqqol namoyon bo'lmagan bo'lsa, ultratovush shifokorlarimiz bunda hech qanday kasallikni belgilarini topmasdan ayolimizda chaqalog'ida Down kasalligi tug'ilishi mumkin. Bu holat ko'pincha yoshi katta ayollarimizda, qarindosh nikohida bo'lgan ayollarimiz, ya'ni yoshi katta bo'lgan ayollarimiz bular xavf guruhiga kiradi. 35 yoshdan keyin tug'uvchi ayollarimiz bular ko'pchilik holatda, keyin 50% holatda bularda ko'p uchraydi. Keyin qarindosh nikohida bo'lgan ayollarimiz yoki bo'lmasa naslida shu kasalliklarga moyilligi bo'lgan ayollarimizda xromosom nuqsonlarini uchrash xavfi yuqori hisoblanadi. Shu xromosom nuqsonlarini tug'ilishini oldini olish maqsadida ayollarimiz Toshkent shahridagi klinikalarga borib, shu yerda neft analizlari, amniotensintez amaliyotlarini qildirib kelaradi. Biz shu xalqimiz ovora bo'lmasligi uchun shu neft tekshiruvlarini bu yerda yo'lga qo'ydik. Homilador ayollarimiz istasalar, agarda homiladorlikni 10 haftalik muddatida kelib murojaat qilsalar, bu yerda bizlar laboratoriyada shu qon tahlillarini olish jarayoni bilan shug'ullanamiz. Bundan tashqari tug'ilgan bolalardan aniqlasa bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri, tug'ilgan bolalarda agarda bizlar xromosom nuqsonlari shifokorlarimiz gumonsirasa, tug'ilgandan keyin chaqaloqning venasidan qon olib, shu xromosom nuqson yoki genetik kasallik bor yo'qligini chaqaloqda aniqlashimiz mumkin. Aniq analiz kerakmi, tashxis kerakmi? Sizlar obunachilar Ultraveda klinikasiga kelaverasizlar, chunki bu yerda faqatgina homiladorlar uchun emas, hamma uchun tayyor imkoniyat, sharoitlar yaratilgan. UZ screening apparatlarimizdan butun a'zomizda nov kasalligingiz bo'lsa chiqarib beradilar. Hozir bir obunachimizni so'rab turibman, Shovotdan kelgan ekanlar. Nechun Ultraveda klinikasini tanladingiz? Chunki shu doktorni men ko'proq eshitib, ko'proq ma'lumotlar olganman. Shu doktor Gulsanam Yusupovna haqida, doktorimiz haqida shuning uchun shu yerga kelib, shuni o'zingizlarga tushib, yaxshi ma'lumotlar beradi, tavsiyalar beradi. Shuning uchun ham shuni istayman. Necha yildan beri shu doktorimizni men klientiman. Ajoyib. Haqiqatdan ham Ultraveda klinikasidan kelsangiz, UZSlar ustozlari bilasizlar, Gulsanam Yusupovna va Shoira Zaripovna va Gulnor akalar hammasi o'z ishining ustoz obunachilar. Men tavsiya beraman, 30-35 yoshdan oshgan xotin-qizlar albatta homilador bo'ldingizmi, UZda ko'rinmaydi, shuning uchun iloji bo'lsa neft qon analizini topshiringlar kelib turib. Bu analizni topshirish haftada faqatgina 2-kun, seshanba kuni o'tkaziladi. Shuning uchun bu videoni ishlatamiz.
hamma xotin-qizlara maksimalni tarqatamiz. Manzilimizga obunachilar Urganch shahrimizda Urganch temir yo'l vokzali tarafdan kelaverasizlar. Temir yo'l bolnisa to'g'rimizda vatanparvar joylashgan. Shuni to'g'risida Ultraveda klinikasi beda UZI deb yozilgan bannerimiz turibdi. Telefon raqam profillarini qoldiramiz. 4 kun 50 gala beruni mang'it bemalol kelib analiz topshirishingiz mumkin. Seshanba kunlari neft analizini kan oladilar. Bu yangilikni hamma homilador yakınlara yuborib qo'yamiz.